Xo'p, qo'l tekkan shekilli yoki emishgan bo'lmasa bunday katta bo'lmaydi. Pokiza debdi. Siz kimsiz unda? Men pokiza bo'lsam, men kanishna pokizaman. Halol pokiza ayolman. Ha, mayli, buni chetga suramiz. Mayli, qo'yib turinglar. Meni yoshim 35 ga qarab ketadi. Endi o'zingiz o'ylang. Nujili men farzandlarim bo'lmagan. Farzandlarim bor, Allohga shukr. Emishgan-o debsiz, kanishna sut bilan katta bo'lishgan. Endi nima qilish kerak? Nima sizlarni deb tegidan kestirib yuborishim kerak? Siz tentakmisizlar? Bir nima deydi? Sizlarni uyingizdagi ayollarga o'xshab belimgacha osilib qo'ygani yo'q. Tizzasigacha osilib qo'ygani yo'q. Allohga shukr. Hali qiz bolaligidan ham zo'r xotir olmang. Tepada turibdi. Hech narsa taqmaymiz, o'zi turadi. Gapirishga majbur qildingiz. Tavba qildim, nimalar deyverasiz? Aktivingizni oshirish uchun. Sal endi yig'ishtiraylik o'zimizni. Endi har doim katta kiyimda chiqdim. Efirda ham, videolar, bitta video qo'ysam ham, momaning razmerdagi kiyimlarda chiqardim. Endi maylim o'zimni kiyim, o'zim razmerlarimda chiqsam, tavba qildim. Ha, endi shunaqada endi nima qilish kerak? Endi bu o'zi aslida sportdan shug'ullangandan kelib chiqqan, menimcha. Sportdan shug'ullanganman, sport bilan ancha yillar va sportdan 2,5 yil dars berganman. Yaxshi yigit, ismingiz ham yozilmagan ekan. Mayli qo'ying, nima qilasiz birovlarga negativ bildirib, bunaqa edi. Sizga og'irlik qilmayaptimi, siznikiga olib osib qo'yishsinmi, ko'tarib yurasizmi? Buni ham ko'tarib yurish azob. Buni ham o'ziga yarasha anaqasi bor. Gapirasiz har bolalar deb. Joningiz sog' bo'lsin, mayli nima desangiz ham. Endi erga tekkan ayolda qo'l tegadi-da, nima qilish kerak endi? Farzandlari bo'lgandan keyin yemadi-da, nima qilish kerak endi? Sizlarni deb bola ham emizmaylik. Mayli, bo'pti, sog' bo'linglar. Ko'p gap hammaga yuk bo'lib qoladi. Bo'pti.